Attiga 19 000 dollarga 3 tonnali gruzovoy yuk mashina xarid qilsanglar bo'ladi. Bu gruzovoyimizning nomi Jack X200. Hammamiz taniydigan, hammamiz biladigan Jack X200 Bartoy yuk mashinamiz. Ko'rinishlari xuddi Hyundai Porter, Kia Bongo bilan o'xshashib ketadi. Shular bilan bir xil desak ham bo'ladi, faqat farasida farq qiladi. Undan tashqari yana qayerlarda farq qiladi deydigan savollar bo'ladigan bo'lsa, eng katta farq bo'ladi narxi. Narxida misol Kia Bongo koreyskiy versiyalari haydalganlari 35 000 dollar, yangilari 40 000 dollarga tushadi sizlarga. Bu mashinamizning narxi 19 000 dollar. Chegirmada hozir. Zavod narxi 248 million bo'lgan, chegirmada hozir 231 million so'm. 16 million 800 chegirmasi bor. Xo'p, yana farqlari. Kia Bongoni borti uzunligi 280 bo'ladi. Buni bortining uzunligi 3.10 bo'ladi. Kengligi esa 1.65 bo'ladi. Oldi baloni 15 razmerli bo'ladi. Orqasi esa 13 razmerli qo'sh balon bo'ladi. Xo'p, orqasi 6 ta resordan bo'ladi. Oldi esa podushka, amortizator bo'ladi. Bu degani mashinamiz ancha miyaqki, ancha yumshoq yuradi. Xo'p, orqasida yana bitta oldi uchun, bitta orqa uchun zapaska balonlar ham mavjud. Bu ham yaxshi plus tomoni deb o'ylayman. Xo'p, saloniga o'tadigan bo'lsak, bu mashinamizni saloni dokumentalli 3 mestalik bo'ladi. Dokumentalli 3 mestalik, bitta shofyor, yonida ikkita passajir. O'rtadagi sidinani tushiradigan bo'lsak, bar bo'ladi, podstakanlik bilan. Xo'p, rullari gidravlika rul bo'ladi. Kondisioner pechka hamma narsasi bor. ABS tormoz, EBS tormoz hamma narsasi bor. Mashina pochka, olasizlar, haydaysizlar, hech qanaqa rasxod qilmaysizlar. Ikkita bakoylari qishda qiziydi. Bu degani u ham yaxshi plus tomonlardan biri. Chunki avram qishda bakoy terlash bor, boshqa bor. Keyin terlagandan keyin sovuq ob-havoda muzlab qolish ehtimoli katta. Muzlab qolgandan keyin orqani ko'ra olmasanglar, u sizlar uchun katta xavf tug'diradi. Bakoy qizish esa yaxshi plus tomonlardan biri. Hop, oynalari elektron tarzda ko'tarilib tushiradi. 5 pog'onali mexanika bilan jihozlangan. Endi esa bu mashinamizning yuragi bo'ladigan, ya'ni motoriga nazar solamiz. Motori 2 litrli atmosferik motor bo'ladi. 147 ot kuchi. Yana boya Kia Bongo Hyundai Porter bilan solishtirayotgandek, Kia Bongolarda 80 ot kuchi bo'ladi. Ular dizelli motor bo'ladi, ha. Bu benzin motor. O'zbekiston sharoitiga moslab chiqarilgan. Atmosferik bo'lgani hisobiga metan, propan bemalol tushadi. O'zimizda servislar ham bor. Bemalol kelsanglar, metanni ham, propanni ham o'zimizdan qo'ydirib, garantiyasini ham qoldirib beramiz. Qisqa qilib aytganda, hamma narsani taxlab turib, keyin mashina olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hamma narsa o'zimizda bor, servislarimiz. Xo'p, bu mashina kimlar uchun? Hozir yoz mavsumi. Biz aytilgan birinchi aytadigan bo'lsak, suvchilar uchun. Aynan muddao bu mashinamizning uzunligi ham, balandligi ham hamma narsasi to'g'ri keladi. Yana bu mashinamiz fermerlar uchun mos, o'zlarini don mahsulotlari yoki qanaqadir yem mahsulotlari, shunga o'xshash qanaqadir yana mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa ham, kattaligi ham hamma narsasi mos tushadi. Qisqa qilib aytganda, mashinamiz ko'p xizmatni bajarsa bo'ladi. Hamma universal mashina deb hisoblayman bu o'zim uchun bu mashinani. Ko'p yuklar uchun moslashib ketaveradi. Xo'p, bu mashinamiz 2026-yil 4-oy chiqqan, eng oxirgi partiya. Kelasizlar, mashinamiz absolutni tayyor. To'lov qilasizlar, 1 soatga qolmasdan mashina olib chiqib ketasizlar. Xo'p, bu mashinamizni boya aytib o'tganimdek 16 million 800 chegirmasi bor. Zavod narxi 248 million 640 ming so'm. 16 million 800 da sizlar 231 million 840 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. To'lov usullari naqd, перечисление, avtokredit, рассрочка. Рассрочкani so'rasanglar, qisqacha aytib o'taman рассрочкani ham. Рассрочка boshlang'ich 50% to'laysizlar zavod narxini. Qolgan 50% 13 oyga 5%, 5%. Hech qanaqa penya shtraflari bo'lmaydi. O'zini pulini bo'lib to'laysizlar. Mashina absolutni o'zining nomida turadi. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Hop, avtokreditga olaman desanglar ham, o'zimizda menejerlar sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Kredit grafiklar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, pastga raqamga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot berib o'tishadi. Keyin aytib o'tishim kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Avtokreditga ham 16 million 800 ming so'm chegirmasi bor, shu amal qiladi. Bemalol chegirma narxda olsanglar bo'ladi. Yanada batafsil ma'lumot uchun pastga raqamga telefon qilinglar. Hammanglarni Samarqand China Motors filialida kutib qolamiz.